ChatGPTga men ishimni tugatishim haqida aytib berdim. Endi men sizlarga o'zimni tanishtirsam, men blogerman. Ishimni Vine'dan boshlaganman. Blogimni birinchi 1,5 yilini faqat Vine'ga sarflaganman. Menga Toshkentdan reklama tushishni boshlaganiga ular menga o'zingizni o'zingiz band qiladigan hujjat berishingiz kerak. Keyin siz bilan ishlaymiz deganidan keyin men o'zini o'zi band qilishni, ijtimoiy faoliyat tarmog'i degan narsani ochdimda, endi men ularga soliq to'lab blogerlik qilaman. Bu degani, bu meni asosiy ishim, bu meni kasbim. Lekin bloger bo'lish oson emas. Chunki har kuni yangi ideyalar bo'lish kerak. Har kun qayergadir borib, nimadirlar siymat qilib, har kuni nimadir qo'yish kerak. Siz yig'layapsizmi? Sizni ahvolingiz og'ir, kasalmisiz? Umuman sharoitingiz yo'qmi? Farq yo'q. Siz faqat video olib yurishingiz kerak. Men o'ylagandim, umuman qiynalmayman, chunki meni xayolimga ideyalar vobshe ko'p, sanduqcham to'la deb o'ylardim. Lekin bir kuni meni ham ideyalarim tugab, nol bo'lib qoldim. ChatGPTdan maslahat so'radim. Hozir menga na sherik bor, na video oladigan odam bor, na meni adminim bor, na menga reklama bor. Hech narsam yo'q dedim. Keyin u menga aytibdi, "Xish, nimang bor yoningga?" Men aytdim, "Menga shtativ bor, iPhone bor va uydagilarimni podдержкасы bor" dedim. Menimcha hech kimni ChatGPT'si uni qilma, yo xato qilding, bilmaydi demasa kerak. Faqat qo'llab tursa kerak. Shunaqami? Malades, yaxshi qildingiz, zo'r qildingiz deb. Meniki ham xuddi shunaqa gaplarni gapirdi. Va men hamma katta brendlarga, kosmetikalar, kiyim do'konlari, hamma mirovoy brendlarga bitta yozib chiqishni boshladim. Ba'zilari menga umuman javob bergani yo'q hozircha, ba'zilari esa hozircha reklamaga muhtoj emasmiz dedi. 300 mingtalik auditoriyam bilan men o'zim ularga barter taklif qildim. Keyingi qismga esa qaysilari menga narsa jo'natdi, sizlarga ko'rsataman. Agar qiziq bo'lsa, plyus qoldiringlar.